Allah razı olsun. Assalomu alaykum jamoati ahli. Xo'p, jamoat aholisi ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Yangiobod Paxtabod jamoati Dehay Yangiobod mahallasida bir kamzamit oilalardan bir kishi juda og'ir kasalga duchor bo'lib qolgan. Xo'p, kasalimizning dori-darmoniga puli yetmay ximiya bilan davolanib turibdi. Xo'p, 1-2 marta ximiya olgan, mana endi 3-marta ximiyaga puli yetmay, mana hozir temperatura qilib uyda turibdi. 3 kundan beri bizga telefon qiladi. Mana ko'rib turibsizlar jamoat ahli. Bu kasalimizni bugun mana tinchitib, xo'p, kartalarni yopdik. Mana endi jamoat bo'yicha 2 ta kasalimiz bor edi. Mana endi bunisini tushiryapmiz. Endi negativ chiqmaysizlar, chiroyli duoda bo'lib turingizlar. Pul bermasalaringiz ham duo qilib tursalaringiz, shuning o'zi ehson bizga. Xo'p, mana qishloqning imomi, mana qishloqning mahalla raisi, hammasi mana shu yerda xabardor bo'lib turibdi. Xo'p, Mulla bobo qancha vaqtdan beri kasal bo'lib turibdi bu singlimiz? 3 yillar bo'layapti. Ha. 3 yillar bo'layapti. Mana shunday ahvolda. Haqiqatan rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin avvalambor. Karamat qo'y bu ishlaringizga. Mana shu qiynalib turdik. Ham zavod oilamani uyini ko'ring. Ham bog'al oilalardan-da. Har bir inson mana shunday Xudoning roziligi uchun agar yordam qiladigan bo'lsa, nur ustiga nur Alloh beradi. Xudo berguvchi. Shu yordam qilsalaringiz, mana men imom shu edi, mana Nozar aka mahalla rais. Hammamizga xabarimiz bor. Mana 3 yildan beri shu yosh qiz kasal. Endi shifoni Alloh beradi. Alloh shifo bersin. Mana sizlar agar yordam qilsalaringiz, nur ustiga nur bo'ladi. Duoda biz Allohim umrlaringizni uzoqdan bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa ziyodasini Alloh bersin. Bola qazolardan Alloh o'z panohida asragan bo'lsin. Duoda. Mana endi kasalimizni bir uzoqroqdan tushirib qo'yaylik. Ko'plar to'g'ri tushadi. Endi mana kasalimiz mana yotgan holatda ko'rib turibsizlar. Xo'p, yosh qiz endi uzoqroqdan tushirib qo'yamiz. Mana temperatura qilib, hozir temperaturasi ham 38-39 qizib turibdi. Xo'p, shu ximiyasiga puli yig'ilsa, nasib bo'lsa ertalabga olib chiqib ketamiz. Xo'p, mana buni endi nasib bo'lsa YouTube'ga ham qo'yamiz. Zokir TJ kanalimizga o'zimizning Paxtabod jamoatimizning blogeri Zokir. Hamma taniydi uni. Xo'p, Zokir TJ blogeriga qo'yamiz. Nasib bo'lsa yana o'zi Xudoyor ukamizning kartalarini qo'yib, yana ramka qilib chiqarib, nasib bo'lsa inshaalloh ertangacha bir kecha qo'yamiz kartasini. Siz aytgan pullar yig'ilib qoladi nasib bo'lsa. Ximiyasiga qancha pul kerak edi mama? 5000 so'm bo'lsa, nasib bo'lsa ximiyasini olib keladi. Hozir 2 kundan beri qizyapti, ximiya tugab. Temperaturada yotibmi? Boshqa midani urmaydi. Ha. Mana yana mahalla raisimiz yana bir ma'lumot bo'lsa berib o'ting. Qishlamizda bu qizchani kasal bo'lganiga 1-2 yil ketdi. Juda og'ir ahvolda yotib qoldi. Qishlamizdan bo'lgancha yordam qilib turdi. Ximiya olyapti. Ximiya inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. O'zi 14 yoshda qizcha. Ham kam qadar kimki qancha bo'lsa, qo'lda kelgancha bir so'm, 2 so'm yordam qilsa, hamma minnatdor bo'ladi. Ota-onasi ham minnatdor rahmat aytamiz, duo qilamiz hammasiga. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mana oldi bilan Mulla bobo bir duo qilib qo'ying ehson qiladigan insonlarga. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. O'zingagina ibodat qilamiz, o'zingdan so'raymiz. Allohim Parvardigor, har bir insonning hojatini bajarguvchi o'zingsan. Mana shu kamzavodlarga yordam berganlarning avvalambor umrlari uzoq bo'lsin. Baxtli taxtli insonlardan bo'lsin. Balo qazolardan o'z panohida asragan bo'lsin. Rizqlarini Alloh mo'l-qo'l qilib, qilgan sadaqa ihsonatlarini Alloh maqbul qilsin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin ala alihi ashabi ajmain bi rahmatika. Rahmat Mulla bobo.